Sizni kelishingizga qarang-da. Asfalt ham tayyor. Betondan tushasdan to'g'ri asfaltga tushasiz. Elde 10 metr, arkasidan ham 10 metr. Travertinlarga qarang, mehr muhabbat bilan sapilgan. Biz hamma ustidan travertindan ham xoli yormayman, lekin bu cho'tki sapilgan rostdan. Mana bu nikroshkada oyoq kiyina razmeri 10 Uy maydoni 100 metr kvadrat. Gaz bor, suv bor, svet bor, kommunaldan muammo yo'q. Hujjat обязательный taq. To'g'ri adres o'tadi, notariusda shtir. Narxini eldin aytaman. 530 million so'm pul. Ustunda kelishlar dena. Narx bilan kelsangiz. Yangadingiz o'ya girishingiz ham genishlik, ham patologlar ham baland olingan. Patologning balandligi 380. Bu yerda ummonlik uchun joy qoldirilgan. O'ndan bo'laversin deb o'nga kirasiz-ku. Oshxona. Bu yerdan bemalol 4-5 odam ovqatlansa bo'ladi. Bu yana kuxnyani joylaysiz. Gaz. Kirib turibdi, ummonlik, kuxnya uchun hamma sharoitlar tayyorlab qo'yilgan. Bu yerda hol, dalon. Nima deydi? Mehkilarni qo'yib, televizordan qo'yib bersangiz, patolog nima deydi? Bu yerda zinani tiyinda, birini o'zingiz bir garderob ishini yapib olasiz. Bu yerda esa birinchi etajni sanuzuli, ikkinchi etajdan sanuzul bor. Zinam zo'r quyilgan ekan lekin. Ha, men hoppa. So'kishdim men. Birdan chiqib bu yerni bikib berasan. Yetdim. Bu yon tarafda esa zol. Bir 10-15 odamni bemalol suv ichadi. To'q montajlar ham aqlli qilingan, qarang. Televizor ichidan chiqarib ketilgan. Razvedkalar ham ko'chatirlar uchun ham joy oyog'moqan. Ikkinchi daraja zina quyilgan, quyma. Ham razmeri standartni charchatmaydigan razmerda. Qarang. İkinci etajda 3 tane xona bor. Bir sanuzel bor. Birinchi xona spalni, glukhoy aynasi, koridorga qarab qolgan. Birinchi patolog ham normal baland. Balar bilan bosilgan. Balar ham normal, kichkina emas. Bu yon tarafda bo'lsa, yana bir spalni. Katta spalni ekan lekin, kattagina deydi-ku. Bemalol hamma narsa sig'adi. Bu esa uchinchi spalni. Bir nisbatan kichkinaroq, detskiy qilib beraverasiz. Bu yonda sanuzel, ikkinchi etajdagi. Bu ham dush, hamma sharoitlarni qilsa bo'ladi. Menimcha 130 milliondan zakonni baho. Yana naqd pul bilan kelsangiz, kelishib beradi. Muborak bo'lsin.